Hacetxon sizdingmi? Hey, Hacetxon sizdingmi? Hacetxon ha? Hacetxon sizdingmi? Ha? Hacetxon sizdingmi deyman? Şirket desa. Şirket. Qulib sep qo'yibsiz bunga. Endi bu Hacetxonni qulib sep qo'ysangiz biz o'g'ra chetidak nima bilan shu deyman. Ba. Nima? Ba. Shu nima bir bilib qolay. Restoran deb chiqqan naslning jalg'iri bor. İşe çıkma. Bizden iş kısmı da yani 5 bin dükkan açımız. O bizden hizmet prensipimiz. İşe çıkma. Bizden iş kısmı da. İşe girme. İşe girip demiş kılırsınız. İşe girip demiş kılırsınız. Onun işini bir oturası kılınmaydı onun işe girip. Mıda. Kılmayacağım. Ne yapacağım? Size gibi itibar kılıp koyay. Sılına bek. Hareketke okşaydı. Davut. Açay şirketning ishini yuqori qilib ayadi birisining bek qistab ketibdi. Allah, meni ishga bo'lgan. Ile ishkini och degan, ile ishkini taqi degan. Ile suvni quyvat degan. Ile tazdiq qil degan. Menlam qilam deganda men bu ishni. Ayma o'tib ketgil 5 kun bo'ldi. Mashimni ber size. Hey, men qachon sening mashinani bermagan? Oldin qaydim ish qaltab sizladim-ku. O belge iş kalk bulumuzni keçi qilmay sanırsam 150 ko'm chiqmadi, o yan sanırsam sağdan bir moçel ish moçel qildi. Manga ishgacha, manga gap qilishgacha. Ya tamig'ini ko'tarmagan odamning. Manga biri tamig'ini ko'tarmagan deydi. Tamig'ini ko'tarmagan bilan chiqirdi ayron ko'tarayotgandimi men? Kunda 50 vaqt kirsa toshqandek xaridorlar o'shirib turibsiz sizning dadingda. So'qib ishga ketgan xotinga deb qo'y yig'ib yig'lab qo'ysin seni. Ochashdi. Echa bular. Mana hozir Qumda gap qilgan bo'lsa. Az gap qiljima, ha. Yaqinda muavin direktor qilib deb o'tasan mana. Balada bütün shashani Hacetxonni ochsam, ajab tasash bu ishni. sapayimki deb qolganman. Aynen içip koydum. Rahmat. Oturamlar. Rahmat. Yatamlar, kirvaslar. Yatamam da ketkenim ana bir köp sepirdigandek. Rahmat. Ambachi. Ne mandok? Xolaga. Şirket desa. Ma'qula. Hacetxonni shirkiti. Bo'ldimi? To'liq desa Hacetxonni shirkiti emas, hojati ravo hasadarlik shirkiti. Qonun vakili men, qo'limda bir adam ishlaydi. Ha, yo'qligimiz o'zim qilaman. Ma'qul. Men mana deb turay, to'liq deb turay. Hojati ravo pay hasadarlik, pay cheklik, pay maslahat, pay shirkiti. Ay shirkatga qizg'iy shirkat. Ay shirkatlarga bekan qilib chiqay. Rahmat. Kim? Adayma. Ne mandok? Hozir shirkatga Makasa. Qog'oz ilibasa, ishidagi sovetning ishidagi ishlarga olmaydi. Rahmat. Qog'oz bor. Ma'ni ilibasa o'xshamaydi. Voy, qog'ozini tutqatma. Beraver kishi. Ma adam huquqni bir ishilgan bo'ldi demadi. Ha. Bu tilamasdan da kimdir qarab baqirgan jin. Nima o? Qog'oz. Nima o? Qog'oz. Men qog'ozligini bildim. Mening qog'ozligini bildim. Men yetmaydi azroq beraman. Yetidi. Yetmaydi azroq. Yetidi. Yetmaydi degan gap. Biz necha vaqtga yaqin tekshirib, tadqiqot qilib, hammadamniki naqyagida kesib qo'ygan yetidi. Men yetmaydi degan gap azroq bas o'zimda. Men yetmaydi. Baqachaq. Ish tengidagi qanchalar qog'oz ketdi. Yetidi.
Meni o'zim ishlab qoldim shekanda. Men uni ishlatmayman. Men hamma dangal ishlataman. Ha. Avago qaysa? Temir o'yining keyinni kelli peshanning oldini oladi. Masa. Rahmat. Iqtisodchiliklar shirkat boshqarib keldi deb qog'oz oyoq. Kim? Ha. Namangoq. Ishi kirib chiqay. Nakasa. Nakaslar. Tushlar. Nima bo'ldi? Men lobanchi o'sman va pastlar. Ya, bizlar. Nakaslar? Xo'sh. Qo'ldirdi qog'ozni men qog'ozga olib kelman. Xapamaganlar? Ko'ngillarga milaqchan. Voy, pul bizningizda bo'lmadimi necha pul? Bir koy. Bir koy? Ha. Voy, mushu oshib butun 5 kilometr dorini kesib bilan mushu mehnat, mushu chichiq, mushu hojatxona bir koyma? Kim? Hojatxonaga mushta prottomuz bo'lmaydi. Prottomuzda xaridor topolmaydi. Ha. Masalan, men prottoga ancha muncha chivin keladi. Topolmagan xaridorlarimiz shu chivinning kendan masa uzilib kelib qo'ydi. Qilma. hojatxonaning mo'yit degandan e'zoz qilmaydi edim. O'sha odam hojatning dastidan qo'shanligida kulib kirkitib, sesliqning dastidan og'iz bo'ndi yosh chiqib hojatxona ekan mana. Nima demoqchisizlar? Ha, menda demoqchi. Men mushu yaqinda chet ellardagi bir qism shaharlarni, ichki o'lkalardagi bir qism taraqqiy qilgan rayonlarni sayohat qilib keldim. Recep yo'q chiqiblar. Endalar? Yaqa dansga pul o'tmaslikka qilmadi. Ha. Shu shaharlarda bo'lib poytaxtimiz Beyjingda mushu hojatxona degan shunchalik pokiz. Ha. Xushpurak. Lik muzika chiqib turgan. Endi men sizlarga shu lik muzika qo'yib berayda bo'lsa, ana ishik Abdulla, Abduriyim, Mo'minjon, Mahmud Sulaymon, Toshmamatlar kelib o'yan qo'ydirib beraymi ukam? Aqaysa? Nakasa. Hamma narsaga qo'ygan maqsadga loyiq bo'ladi. Sizlarga kiraversa, ana shu nima uchun sizlarga g'azal o'qib turganlar. Biz tushunlarimiz sizlarga omon qo'rayib turdi. Men davatgan hojatxona haqsizkan davatma. Qandaylar? Ishkirga hojatxona haqsizkan. Haqsizkan? Ha. Sizlar hojatxona kirilmay, asir yo'q bilan tarkibga kelib o'tibman, o'tib kelganlar. Voy, odamda gap qilsizlar. Men davatgan shu hojatxonalar haqsiz bo'lgandan sirtgina. Ishlar shunchalik xushpurak, lirik muzikalar chiqib turgan, pokiz, undan boshqa yana tanilgan shu aqliy so'zlarni, yaxshi gaplarni yozib qo'ydik. Masalan, oldingizga bir qadam mangsangiz, madaniyatga 10 qadam yaqinlashasiz. Bizning bu yerda oldingizga bir qadam mangsangiz, o'choqning ichiga chiqib ketasiz. Biz bu shunga aqlga so'zlarni yozib qo'ydik tamga. Ko'rdingizmi? Men yozib qo'ygan narsani ko'rdingizmi? Bu xalq mana shunday egizmas narsalarni yozib olsa bizning nima amal bizni yozib qo'ydik ukam. Ana ishga kirsa ko'ralar. Hojatxona yaxshi joy. Kunda 3 vaqt yo'qlaysiz. Ishlatmasangiz qog'ozni ishtiringizda poqlaysiz deb yozib qo'ydik-ku. Ana bu deganlaringizning ma'lum asosi bor. Ama bu bir qism odamlar men hojatxona degan gibi dadimni kirdi, balami kirdi, men sep turadi demay. Bana aldığımız qarsak, keynimiz qarang deydi. Keynimiz qarsak, bakınanız qarang deydi. Bakınıp qarsak bizep gapini yezib etgan. Jeng gap qilib kam. Yana hech bo'lmay o'ynaylik, kulaylik, yayraylik do'stlar yezib etgan. Ya o'chirib chiqib bo'lmagan. Endi odamlarimizningki sapasi kunni-kunga ishyapti. Ishyapti deb ketgan ukam, hozir bir xat yozmagan ayg'imizning kamili qoldi. Mana bu shunday xat yozgan bo'yg'alini bu shaharni ta'mirotga bosib qoldi ukam. Chiqib ay yatqizib, ash gal kaydo dashil qilraqchi. Kat chana takut. Nima qilib taklimatlarga kechirmasa deydi. Lekin anda qilib o'lib chiqirishim afkam. Xiliq emas deydi. Allomat qiziqchi deb ekansiz. Bu bir qism odamlar shu shaharningki qaysi tam pokiz. Neyir chiroyli, neyir go'zal o'qas, bo'lsa ashagim chaplaydi ekan. Eshak go'shi olamiz. Loyiq tanishtiramiz. Endi gap hayotim shu endi hojatxona ustida mangan emasmi? Men demoqchi bo'lganim, shu ichkirdagi shu hojatxona nima uchun shunchalik xushpurak, shunchalik pokiz? Bizning bu hojatxona nima uchun manda endi bu nima demoqchi chiqamsizlar? Ha? Siz nada? Men biz va ilmi saqdan tortib tazdiq so'ydigan xalqman. Yo'q, xalqga gap yo'q, men xalqga gap qilib emaslik deyapman. Siz meni maynat, xalq paskina demoqchisiz ukam? Azra. Nima gapni? Manda demay, mening uyimga borsam, o'ylandimmi? Hojatxona bor ukam. Kunda 3 vaqt serib, supurib, suv ichib, ha? Kun ko'rishni to'plab, shunday chiroyli qash, aynakda qilib o'tib, yalag'da qilib qo'ydik bir baqsa. Xo'sh, men hojatxonasiga ketaman. Bizga ommaviy odamga shaxsiy. Xo'sh, amsa shu shaxsiy hojatxonangiz nima uchun siz supurmaydi? Siz tutayotgan mushu ommaviy hojatxona nima uchun shunchalik siz supuraydi? Fikr sizlar gap tushunamlar. Ha? Shaxsiy hojatxona qarsa, bir o'ydaganda 4-5 odam bo'lsa, atiganlik, kechlik tushtamoqda o'xshashaydi, shundaymi? Chiqargan narsadan purqim o'xshash bo'ladi.
Endi men ukam u mikirdi, ma mikirdi, a mikirdi. Endi bu pırakın baş kurup boğunu bulmaydı. Onların işine okşaş olmagan esa her xil pırakın baş kurup olmaydı. Tushundingmi? Tushundim. Voy, sizga gap deb qo'yib bo'lmaydi. Men ichiga bir kirib chiqadi deyishdan gap bor. Chiqib deyshamiz, juma. Ukam, namanlar? Makasa. Hojatxonaga. Makaskam. Nima bo'ldi? Yanchiqlarda Qasi bankining kasi bor ukam. Nima bo'ldi? Oshxon pullarini urutaydigan. Unutib qalalar ukam, siz unutib qalalar. Oladigan bo'lsa ishtiklab berdiganni bak unutib qalalar ukam. Unutib qalalar. Akaslar qo'llarini. Ko'rishgan olmaydi ukam, boyatima hojatxona tozgan qo'lam poq. Ani mayna. Ya men ham demoqchi o'g'lim, bak qiziqchi ekansiz, shunga qo'lingizni tutib olgim keldi. Men bir kun o'sha ayrim xizmatda vaqt chiqib keldim, o'tirib gapingizni anglab ketaman. Men avval ichiga bir kirib chiqaman, keyin paranglasizmi? Ichga kirib ham chiqaman. Ukam! Ha, deymi? Makasa! Nima bo'ldi? Bak chiroyli obdan bal ekanlar, qosh qanchalarini nat qamlashgan. Kimning balasi ukam? Nima bo'ldi? Gapni so'rag'im kelyapti. Kimning balasi? Dadlar kimning do'stidan? Men Abduqodir Qunduzning balasi. Dadlarning ismi ekan Qunduzi bormi taqa? Alomat isladimmi balasi keldi ukam. Lekin siz o'xshamablar, alomat isladimmi balasi keldi. Maqasaf ukam, sizlar tarixdan beri ilmisaqdan tortib tushirdik asrda bormi? Nima? Mo'sh onlar tishpaga yanchiqdan biror qog'oz pul chiqarib biror tanilganlarni asyalamni ukam. Aniq paç pul yo'q. Tashlab kelsa. Siz men bakavanimki, men yana kirib chiqsa bir pasab ketsa. Bu shirkat ukam. Shirkatda bir adam sunisi bo'lmaydi. Siz bakavanimki gachni berib, ishga mo'chalik foqatanlar. Qancha qaysi bo'ladi baqashamasa? Voy, nimanda qilasiz siz? Ha? Pasab kelsa. Bu men pul pasab deganman, siz pul bermasam da kirib chiqasiz. Dedim ko'chaq, ne diyorlar? Voy, mishadida. Babuga yo'q. Voy, Allah ko'chaq, men yo'q qolishib keldim. Voy, men ishi kiraydigan. Men adam ham pul versam olmaydi. Ya men xabar qiladi deyman. Mayakaslar. Ha? Mayakaslar. Mayakaslar. Nima tishimasiga nima qo'ltaq? Ayaklar. Ha, nima bo'ldi? Ha? Odam kirgizasa. Nima ishqa? Bizning ko'jam. Nima? Nima jang? Ko'jam. Ko'jang o'shatqim mening. Mana gongong so'jang. Muavin emasmi yana? Asa. Bu seni tushunmayaptilar. Ha. Adam manda hojatxonaga kirmaydi. Bir ko'ydan qo'shma? Yo'q, qo'shqimish kitida taraf qilmaydigan odam keldi u.